tumaniga masjidga bordim, men aytdim bir namoz o'qiylik deb, jummani o'qiylik deb borsam, boyagi ko'tini yuvganmi, yuvmagan boyagi imom haligi mavzura qilib chiqib olib, sizlar hali ijtimoiy tarmoqqa chiqqan odamlarga layk bosmanglar. Sizlar ularga qarshi kommentariy yozmanglar deb mana shunday haligi g'iybat ishlarini aralashtirib, yana imom bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ham haligi gapirib aytmagan gaplarni gapirdi, mana shunday deganlar deb xalq ahmoq qilib o'tiribdi. İmomjon, imom bo'lsang o'zingni ishingni qilgin. Ko'tinga 4 jangal suvingni urg'inda namozingni o'qin. Ijtimoiy tarmoq bilan sening nima ishing bor? Hozir mana ularni yeb ketgan, sotib ketgan yerlari haqida maxsus odamlar kelgan, hozir gapiradi. Sen bu yerlarni xalq talon-taroj qilayotgan yerlarni qaytib sen uni yonini bosib, unga patqanchilik qilib yursan, imom bo'lmay o'lgur. Sen xalq tarafini olsang bo'lmaymi? Nima ishing bor sen? Viloyat hokimi bilan nima ishing bor? Boshqasi bilan nima ishing bor? Nima uchun viloyat hokimi masjid ishiga aralashadi u? Ko'ryapsizmi mana bu o'g'irlarni qilayotgan ishini? Qarang bu imomning gapirayotgan gapini. Rahbar adashishi mumkin deydi. Ularni deydi adashganligi uchun deydi, sizlar deydi, haligi like bosib, ijtimoiy tarmoqqa chiqqan odamni qo'llab-quvvatlamanglar deydi. Buning gapini qarang. Ey, sen agar iymoning bo'lsa aytgin, xalq haqini tuya qilib jeb ketayotgan odamga mard bo'lsang borib nasihat qil. Sen ertaga nargidan javobini qanday berasan? Mana shuncha pulni yeb ketsan, shunchani o'maribsan deb aytasanmi? O'lganingda aytasan. Sen undan